Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Bugun men juda muhim mavzuni tushuntirib beraman pensionerlarni, ijtimoiy yordam olayotgan oilalarni, yolg'iz keksalarni. Nogironligi bor fuqarolarni xonadon yurib tekshirish holatlari ko'paygan haqida gaplashamiz. Ko'pchilik menga uyga kelishdi, savollar berishdi, suratga olishdi. Endi yordamim to'xtab qolmaydimi? Pensiyamni olib qo'yishadimi? Mahalladan yordam olaman. Mashina yoki bolamning daromadi sabab bekor qilinadimi deb murojaat qilyapti. Bu ma'lumot har bir oilaga tegishli. Chunki bugun pensionerning o'zi yordam olmasa ham, uning farzandi, turmush o'rtog'i, qo'shnisi, qarindoshi ijtimoiy nafaqa, moddiy yordam yoki kompensatsiya olayotgan bo'lishi mumkin. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, like bosing. Chunki men bu mavzuda odamlar eng ko'p xato qiladigan joylarni ham aytaman. Aynan shu xatolar tufayli ayrimlar yordamdan vaqtincha yoki butunlay mahrum bo'lib qolishi mumkin. Avval qanday edi? Oldin ko'p hollarda pensioner yoki yordam so'ragan fuqaro mahallaga ariza yozardi, kerakli hujjatlarni topshirardi. Mahalla hokimlik yoki mas'ul tashkilot oilaning ahvolini o'rganardi. Ba'zan komissiya uyga kelardi. Ba'zan esa faqat hujjatlar asosida xulosa chiqarilardi. Odamlar ham ko'pincha ariza berdim, javob kutyapman deb yurardi. Uy-joy sharoiti, oiladagi real daromad, yashayotgan odamlar soni har doim ham chuqur tekshirilmasdi. Hozir esa vaziyat ancha o'zgargan. Ijtimoiy himoya tizimi, mahalla tizimi, pensiya va nafaqa bilan bog'liq ma'lumotlar ko'proq raqamlashtirilmoqda. Ya'ni davlat organlari bir-birining bazasidagi ma'lumotlarni solishtiryapti. Fuqaroning pensiyasi bormi? Ish haqi bormi? Farzandlari ishlaydimi? Nomda avtomobil bormi? Uy-joyi bormi? Tadbirkorlik faoliyati bormi? Bank kartalariga muntazam pul tushadimi? Boshqa joydan nafaqa olayaptimi? Shu bilan birga joyiga chiqib o'rganish, ya'ni xonadonga borib real holatni ko'rish amaliyoti ham kuchaygan. Nega bunday qilyapti? Sababi ijtimoiy yordam haqiqatan ham muhtoj odamlarga yetib borishi kerak. Ayrim hollarda odamning hujjatda daromadi kam ko'rinadi, lekin amalda farzandlari yaxshi ta'minlaydi. Uyi ta'mirlangan, nomida qimmat avtomobil bor, ijara daromadi bor. Boshqa tomonda esa haqiqatan ham yolg'iz, kasal. Hech kim yordam bermaydigan, pensioner hujjatlarini to'g'ri topshira olmagani uchun yordamdan chetda qoladi. Tekshiruvlarning asosiy maqsadi mana shu farqni aniqlash. Lekin men darhol aytib qo'yaman. Uyga kelib tekshiruv o'tkazishning o'zi sizni aybdor degani emas. Bu pensiyangiz bekor bo'ladi degani ham emas. Tekshiruv bu faqat o'rganish. Muhim joyi shundaki, siz o'zingizni qanday tutasiz, qanday ma'lumot berasiz, qanday hujjat ko'rsatasiz. Shunga qarab keyingi qaror shakllanishi mumkin. Birinchi navbatda pensiya bilan ijtimoiy yordamni farqlab olaylik. Yoshga doir pensiya, nogironlik pensiyasi yoki boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi fuqaroga qonuniy asosda tayinlangan bo'lsa, uni shunchaki uyingiz yaxshi ekan deb olib qo'yishmaydi. Pensiya bu odamning ish staji, sug'urta badallari. Yoshiga yoki belgilangan holatiga qarab tayinlanadigan to'lov. Demak, oddiy yoshga doir pensiya olayotgan pensioner uyga komissiya kelganidan qo'rqib, pensiyamni kesishadi deb vahimaga tushmasligi kerak. Ammo boshqa turdagi to'lovlar bor. Kam ta'minlangan oilalarga bolalar nafaqasi, moddiy yordam, parvarish nafaqasi, ayrim kompensatsiyalar, yolg'iz keksalarga ko'rsatiladigan ijtimoiy xizmatlar, uyda parvarish, oziq-ovqat yordami, kommunal to'lovlar bo'yicha qo'llab-quvvatlash kabi yordamlar. Mana shu yordamlar oilaning daromadi, mulkiy holati, yashash sharoiti, haqiqiy ehtiyoji asosida qayta ko'rib chiqilishi mumkin. Masalan, birinchi vaziyat. 2 yoshli onaxon yolg'iz yashaydi. Pensiyasi 1.200.000 so'm. Dori-darmonga oyiga 5.000 so'm ketadi. Kommunal to'lovlarga 2.500.000 so'm to'laydi. Farzandlari boshqa viloyatda, o'zlari ham qiynaladi. Muntazam pul yubora olmaydi. Uy eski, tomidan suv o'tadi. Bunday holatda uyga kelgan komissiya real ahvolni ko'rsa, aksincha yordam olish imkoniyati kuchayishi mumkin. Ya'ni tekshiruvdan qo'rqmaslik kerak. Hujjatlar, dorixona cheklari, kasallik varaqalari, farzandlar yordam bera olmasligini ko'rsatadigan izohlar bo'lsa, bu onaxonning holati to'g'ri baholanadi. Ikkinchi vaziyat. Pensioner otaxon 1.500.000 so'm pensiya oladi. Lekin u o'g'li, kelini va 2 nabirasi bilan yashaydi. O'g'li rasmiy ishda 5 million so'm oylik oladi. Kelin ham tikuvchilikdan oyiga 2-3 million so'm topadi. Xonadonda yangi maishiy texnika, yangi ta'mir nomida avtomobil bor.
Agar bu oila kam ta'minlangan sifatida moddiy yordam so'rasa, komissiya haqiqiy ehtiyoj bormi deb so'raydi. Bu yerda pensionerning yoshi emas, umumiy oila daromadi va sharoit ko'riladi. Natijada yordam rad etilishi yoki avval tayinlangan bo'lsa, qayta ko'rib chiqilishi mumkin. 3-vaziyat. Bir buvi qizining uyida vaqtincha yashayapti, lekin ro'yxatda boshqa manzilda turadi. Mahalla tekshiruvga kelganda u uyda yo'q. Qo'shnilar bu yerda yashamaydi deb aytadi. Shundan keyin tizimda haqiqiy yashash joyi aniq emas degan savol paydo bo'lishi mumkin. Bu yordamni to'xtatishga sabab bo'lishi ehtimoli bor. Ayniqsa yordam yashash joyidagi ijtimoiy holatga bog'liq bo'lsa, shuning uchun manzil masalasiga juda jiddiy qarash kerak. Qayerda ro'yxatdasiz, qayerda yashayapsiz, kim bilan yashayapsiz? Bular bir-biriga mos tushishi yoki kamida tushuntirib berilishi lozim. 4-vaziyat. Oila arizada daromadimiz yo'q deb yozgan. Lekin bank kartasiga har oy chet eldagi farzandan $300 pul kelib turadi. Oila buni bu yordam-ku, daromad emas deb o'ylaydi. Amalda esa muntazam pul tushumi oilaning moddiy ahvolini baholashda inobatga olinishi mumkin. Agar bu pul davolanishga, qarz to'lashga yoki bir martalik xarajatlarga ketayotgan bo'lsa, buni hujjatlar bilan izohlash kerak. Aks holda komissiya oilada doimiy qo'shimcha mablag' bor degan xulosaga kelishi mumkin. 5-vaziyat. Pensioner nogiron farzandini parvarish qiladi. Oila kam daromadli, lekin uyda bir eski avtomobil bor. Avtomobil 15 yil oldin olingan, hozir asosan nogiron farzandni shifoxonaga olib borish uchun ishlatiladi. Tekshiruvda faqat mashinasi bor ekan deb yuzaki xulosa qilinmasligi kerak. Men bunday hollarda fuqarolarga maslahat beraman. Avtomobilning holati, yili, nima maqsadda ishlatilishi, nogiron farzandni tashish zarurati. Tibbiy hujjatlar, shifoxonaga qatnovlar haqida tushuntirish bering. Chunki har bir mulk boylik belgisi bo'lavermaydi. Kimlar ko'proq e'tiborli bo'lishi kerak? Birinchidan, kam ta'minlanganlik bo'yicha yordam olayotganlar. Ikkinchidan, oilada rasmiy daromadi bo'lmasa ham amalda pul tushumlari borlar. Uchinchidan, ro'yxatda bir joyda, amalda boshqa joyda yashayotganlar. To'rtinchidan, nomida uy, yer, avtomobil yoki tadbirkorlik mavjud bo'lganlar. Beshinchidan, parvarish nafaqasi olayotganlar. Chunki bu yerda parvarish haqiqatan ko'rsatilayotganmi? Parvarishga muhtoj shaxsning holati qanday degan masalalar o'rganiladi. Kimlar nisbatan tinch bo'lishi mumkin? Pensiyasi qonuniy tayinlangan, hujjatlari joyida, yashash manzili aniq, daromad va oila tarkibi bo'yicha yashiradigan narsasi yo'q fuqarolar. Shuningdek, yordamni haqqoniy olayotgan, oilaviy ahvoli og'ir. Lekin buni hujjat bilan tasdiqlay oladigan odamlar ham tekshiruvdan qo'rqmasligi kerak. Men doim aytaman, haqiqiy holatni yashirmang, lekin o'zingizning og'irligingizni ham to'liq ko'rsating. Ba'zi pensionerlar uyatchanlik qilib hammasi yaxshi deydi. Keyin esa yordam rad etiladi. Aslida dori qimmat, farzand yordam bermaydi, oziq-ovqatga pul yetmaydi. Buni aytish kerak. Eng katta nozik masala farzandlari bor ekan. Demak, yordam kerak emas degan yondashuv har doim ham to'g'ri emas. Farzand bor, lekin ishsiz bo'lishi mumkin. Farzand bor, lekin o'zi ijarada yashayotgan bo'lishi mumkin. Farzand bor, lekin nogironligi bor yoki ko'p bolali bo'lishi mumkin. Farzand bor, lekin ota-onasiga umuman yordam bermasligi ham mumkin. Shuning uchun komissiya kelganda farzandim bor, lekin imkoniyati mana bunday deb aniq tushuntirish zarur. Faqat og'zaki kamlik qilsa, farzandning yashash joyi, oilaviy holati, ishsizligi, kreditlari yoki kasalligi bo'yicha hujjatlar ham yordam beradi. Ikkinchi nozik masala uy sharoitini baholash. Ba'zan odam eski uyda yashaydi, lekin bir xonasi yaqinda ta'mirlangan bo'ladi. Komissiya keladi, aynan o'sha xonani ko'radi va ahvoli yaxshi deb o'ylashi mumkin. Siz uyning qolgan qismini ham ko'rsating. Tom, isitish tizimi, hojatxona, oshxona, suv ta'minoti, namlik, elektr simlari, pechka, gaz muammosi. Ijtimoiy ahvol faqat bitta televizor yoki muzlatgich bilan o'lchanmaydi. Bitta farzand olib bergan televizor pensioner bo'y degani emas. Uchinchi masala bank kartalariga pul tushishi. Bugun ko'p odamlar bir-biriga karta orqali pul yuboradi. Lekin tizimda muntazam tushum ko'rinsa savol tug'iladi. Masalan, Nabira buvisining kartasiga har oy 700 ming so'm yuboradi. Bu pul aslida dori uchun. Buni yashirish kerak emas. Aksincha, bu dori pulim. Mana retseptlar, mana cheklar deb ko'rsatish kerak. Agar pul qarz sifatida tushgan bo'lsa, qarz olganingizni tushuntiring. Agar bir martalik to'y, davolanish yoki ta'mir uchun pul tushgan bo'lsa,
uni doimiy daromad emasligini ayting. 4-masala nomdagi mulk. Ayrim pensionerlarning nomida qishloqda eski hovli bor. O'zi esa shaharda qizining uyida yashaydi. Yoki nomida yer bor, lekin yer foydalanilmaydi. Suv yo'q, hosil bermaydi. Tizimda esa mulk bor deb chiqadi. Shunda yordam rad etilishi ehtimoli paydo bo'ladi. Bunday holatda mulkning real holatini ko'rsatish kerak. Kadastr hujjati foydalanilmayotgani, xarob holati, nizoli holat, boshqa qarindoshlar yashayotgani, sotish imkoni yo'qligi. Chunki qog'ozdagi mulk har doim ham daromad manbai emas. 5-masala, vaqtincha yo'qlik. Tekshiruv paytida pensioner shifoxonada bo'lishi, sanatoriyda davolanishi, farzandimizga ketgan bo'lishi mumkin. Agar komissiya keldi, siz uyda bo'lmadingiz, darhol mahallaga yoki mas'ul xodimga xabar bering. Men mana shu sabab bilan uyda yo'q edim, qayta kelishingiz mumkin deb ayting. Shifoxonada bo'lsangiz, davolanish varaqasi yoki shifokor ma'lumotnomasini ko'rsating. Aks holda siz haqingizda manzilda yashamaydi degan noto'g'ri tasavvur paydo bo'lishi mumkin. 6-masala hujjatsiz yashovchilar. Xonadonda aslida 5 kishi yashaydi, lekin ro'yxatda 2 kishi yoki ro'yxatda 6 kishi, amalda 3 kishi yashaydi. Bu holat ijtimoiy yordam hisob-kitobini buzadi. Chunki nafaqa tayinlashda oila a'zolari soni va daromadlari muhim. Masalan, ro'yxatda katta o'g'il bor. U rasmiy ishda 6 million so'm oladi. Lekin u 3 yildan beri alohida yashaydi. Tizim esa uni shu oilaning daromadi sifatida ko'rib qolishi mumkin. Bunday vaziyatda uning alohida yashashini tasdiqlaydigan hujjat yoki tushuntirish kerak bo'ladi. 7-masala. Qo'rqib yolg'on gapirish. Eng yomon xato shu. Komissiya kelganda ayrimlar o'g'lim ishlamaydi deydi. Aslida ishlaydi. Mashina bizniki emas deydi. Aslida nomida pul tushmaydi deydi. Aslida har oy tushadi. Keyin bu ma'lumotlar bazadan chiqsa, ishonch yo'qoladi. Yordam faqat bekor bo'lib qolmasdan, ortiqcha to'langan mablag'ni qaytarish masalasi ham chiqishi mumkin. Shuning uchun men tavsiya qilaman, bor narsani yashirmang. Lekin uning sababini tushuntiring. Mashina bor, lekin eski. Pul tushadi, lekin doğru uchun. Farzand ishlaydi, lekin o'zining 4 bolasi bor va kredit to'laydi. Haqiqatni to'liq ayting. Endi eng muhim qismga o'tamiz. Uyga tekshiruv kelganda yo'q kelishi mumkinligini eshitsangiz nima qilasiz? 1-qadam. Hujjatlarni tartibga keltiring. Pensioner bo'lsangiz pasport yoki ID karta, pensiya guvohnomasi yoki pensiya olishingizni tasdiqlovchi ma'lumot, nogironlik bo'lsa tibbiy mehnat ekspert komissiyasi hujjati, kasallik bo'yicha tibbiy ma'lumotnomalar, doimiy ichadigan dorilar ro'yxati, dorixona cheklari, kommunal to'lov kvitansiyalari, kredit yoki qarz bo'lsa tasdiqlovchi hujjatlar tayyor tursin. Bu hujjatlar sizning real xarajatlaringizni ko'rsatadi. 2-qadam, oila tarkibini aniqlashtiring. Siz bilan kim yashaydi? Kim ro'yxatda turadi? Kim vaqtincha ketgan? Kim alohida yashaydi? Bularni oldindan yozib oling. Masalan, men, turmush o'rtog'im, nogiron o'g'lim yashaymiz. Katta qizim Toshkentda ijarada, ro'yxatda shu yerda qolgan. Lekin 2 yildan beri alohida yashaydi. Shunday aniq gapirsangiz, xodim ham to'g'ri tushunadi. 3-qadam, daromad va xarajatlarni oddiy daftar qilib yozing. Oyga qancha pensiya olasiz? Qancha dori olasiz? Kommunal to'lov qancha, oziq-ovqatga qancha ketadi? Kim yordam beradi, qancha yuboradi? Masalan, pensiya 1.400.000 so'm, dori 600.000, elektr, gaz, suv 300.000, oziq-ovqat 200.000, farzand ba'zan 200-300.000 yuboradi. Bu hisob kitob komissiyaga ham, sizga ham real manzarani ko'rsatadi. 4-qadam, mahalla bilan aloqani uzmang. Agar yordam olayotgan bo'lsangiz, manzil o'zgarsa, oilada yangi daromad paydo bo'lsa, kimdir ishga kirsa, kimdir vafot etsa, nogironlik muddati tugasa, darhol xabar bering. Ko'pchilik aytsam yordamimni kesishadi deb o'ylaydi. Lekin yashirsangiz, keyin muammo kattaroq bo'ladi. Vaqtida xabar berish sizning halolligingizni ko'rsatadi. 5-qadam, tekshiruv paytida xodimlardan kimligini so'rang. Bu juda muhim. Uyga kelgan odam o'zini tanishtirishi, qaysi tashkilotdan ekanini aytish kerak. Siz xotirjamlik bilan iltimos xizmat guvohnomangizni ko'rsating. Qaysi masala bo'yicha kelganingizni tushuntiring deyishga haqlisiz. Bu qo'pollik emas. Bu sizning xavfsizligingiz, chunki firibgarlar ham bo'lishi mumkin. Hech qachon notanish odamga bank kartangiz parolini, SMS kodni, plastik karta ma'lumotlarini bermang. Ijtimoiy yordamni tekshirish uchun hech kim sizdan SMS kod so'ramaydi. 6-qadam, dalolatnoma yoki yozilgan ma'lumotni o'qing.
Agar komissiya biror hujjat tutsa, unda nima yozilganini ko'rishga harakat qiling. Agar noto'g'ri ma'lumot yozilsa, masalan, farzandlari muntazam yordam beradi deb yozilsa, lekin aslida bermasa, darhol e'tiroz bildiring. Bu jumlaga qo'shilmayman. Farzandlari muntazam yordam bermaydi, faqat imkon bo'lsa yuboradi deb yozdiring. Imzo qo'yishdan oldin o'qing. 7-qadam, rad javobi kelsa, jim o'tirmang. Sizga yordam rad etilsa yoki to'xtatilsa, sababini yozma ravishda so'rang. Qaysi asosga ko'ra rad etildi? Qaysi ma'lumot hisobga olindi? Qanday hujjat yetishmadi deb murojaat qiling. Keyin kamchilikni to'ldiring. Masalan, oila daromadi noto'g'ri hisoblangan bo'lsa, alohida yashayotgan farzand bo'yicha hujjat bering. Tibbiy xarajatlar inobatga olinmagan bo'lsa, cheklar va ma'lumotnomalarni qo'shing. Noto'g'ri mulk ma'lumoti chiqqan bo'lsa, kadastr yoki izoh hujjatini taqdim eting. 8-qadam, ariza yozishni biling. Arizada hissiyot emas, aniq fakt bo'lsin. Masalan, men falon manzilda yashayman. Yoshga doir pensiyam falon so'm. Sog'ligim sabab har oy falon dori vositalarini xarid qilaman. Farzandlarim alohida yashaydi, muntazam moddiy yordam ko'rsatish imkoniyati yo'q. Xonadonimdagi sharoitni qayta o'rganib, ijtimoiy yordam masalasini qayta ko'rib chiqishingizni so'rayman. Shunday ariza ancha kuchli bo'ladi. 9-qadam, fotosurat va cheklarni saqlang. Uyingizdagi nosoz holatlar, tomdan suv o'tishi, isitish muammosi, nogironlik aravachasi, dori-darmon xarajatlari, shifoxona yo'llanmalari kabi narsalarni tartibli saqlang. Men odamlarni yolg'on ko'rsatishga emas, real holatni isbotlashga chaqiryapman. Chunki bugun og'zaki gapdan ko'ra hujjat va dalil ko'proq ahamiyatga ega. 10-qadam, huquqingizni biling, lekin janjal qilmang. Tekshiruvchilar ham o'z vazifasini bajaryapti. Siz ularga baqirsangiz, eshikni yopib qo'ysangiz, hech narsa ko'rsatmayman desangiz, o'zingizga zarar bo'lishi mumkin. Xotirjam hurmat bilan gapiring. Lekin o'zingizni himoya qiling. Noto'g'ri ma'lumotga rozi bo'lmang. Hujjatni o'qimasdan imzo qo'ymang. Tushunmagan savolingizni so'rang. Yordamni yo'qotmaslik uchun eng asosiy qoida shuki, sizning holatingiz hujjatda ham, amalda ham bir-biriga mos bo'lsin. Agar mos kelmasa, izohi bo'lsin. Masalan, ro'yxatda o'g'lingiz bor, lekin yashamaydi. Buni tushuntiring. Kartaga pul tushadi, lekin dori uchun buni ko'rsating. Nomda mashina bor. Lekin nogiron farzandni shifoxonaga olib borish uchun buni ayting. Uyda yangi muzlatgich bor, lekin uni qo'shnilar yoki farzandlar sovg'a qilgan. Bu sizning doimiy daromadingiz bor degani emas. Buni tushuntiring. Yana bir muhim maslahat. Agar siz yolg'iz pensioner bo'lsangiz, mahalladagi ijtimoiy xodim, profilaktika inspektori, oilaviy shifokor yoki qo'shnilar bilan aloqada bo'ling. Sizning holatingizni biladigan odamlar bo'lsa, zarur paytda ular ham tasdiqlab beradi. Ba'zan pensioner uyida yiqilib qoladi, kasal bo'ladi, hujjat to'plashga kuchi yetmaydi. Shuning uchun oldindan ishonchli odamga hujjatlaringiz qayerda ekanini aytib qo'ying. Lekin bank parol va kodlaringizni hech kimga bermang. Agar parvarish nafaqasi masalasi bo'lsa, parvarish haqiqatan amalga oshirilayotganini ko'rsating. Parvarishga muhtoj odamning tibbiy hujjatlari, dori ro'yxati, shifokor tavsiyalari, kundalik ehtiyojlari bo'lsin. Agar parvarish qiluvchi shaxs boshqa joyda ishlayotgan bo'lsa, u qanday parvarish qilyapti degan savol tug'iladi. Demak, bu masalada ham real holatni oldindan aniqlashtirish kerak. Agar sizga yordam to'xtaydi deb og'zaki aytsa, darhol vahma qilmang. Og'zaki gap yakuniy qaror emas, yozma qaror, rasmiy xabar asos bo'lishi kerak. Siz sababini bilishga, tushuntirish berishga, qayta ko'rib chiqishni so'rashga haqlisiz. Ko'p hollarda muammo bitta hujjat yetishmagani, manzil noto'g'ri ko'ringani yoki daromad noto'g'ri hisoblangani sababli chiqadi. To'g'ri yondashilsa, buni tuzatish mumkin. Hurmatli yurtdoshlar, xonadonma-xonadon tekshiruvlar kuchaygani rost. Lekin bu hammaning pensiyasi olib qo'yiladi degani emas. Asosiy e'tibor ijtimoiy yordam, kam ta'minlanganlik, parvarish, real ehtiyoj va oila daromadlariga qaratilmoqda. Sizning vazifangiz hujjatlarni tartibga keltirish, daromad va xarajatlarni yashirmaslik, manzil va oila tarkibini aniqlashtirish, tekshiruvchilardan kimligini so'rash. Noto'g'ri ma'lumotga imzo qo'ymaslik va rad javobi bo'lsa, sababini yozma so'rash. Men sizga shuni maslahat beraman. Bugun hujjatlaringizni bir papkaga joylang. Pensiya, dori, kommunal to'lov, tibbiy ma'lumotnoma. Oila tarkibi bo'yicha kerakli ma'lumotlarni tayyorlab qo'ying. Shunda tekshiruv kelganda qo'rqmaysiz, shoshilmaysiz, o'zingizning haqiqiy
holatingizni aniq ko'rsata olasiz. Sizning mahallangizda ham pensionerlarni yoki yordam olayotgan oilalarni tekshirishyaptimi? Uyga kelishdimi? Qanday savollar berishdi? Izohlarda yozib qoldiring, boshqalar ham tajribangizdan foydalansin. Video foydali bo'lgan bo'lsa, albatta like bosing, yaqinlaringizga yuboring va kanalga obuna bo'ling. Men esa sizlarga bunday muhim ijtimoiy va huquqiy masalalarni oddiy tilda tushuntirishda davom etaman.